Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, ko'kalar, akalar. Xudo xolisa bugun hafta kuniga dushanba 16-mart 2026-yil. Obunachilar anchadan beri mana telefon qilib mashinkani so'rashdi, mendan mashinka so'raysizlar. Xudo xolisa mana mashinkani tayyorlab, tuzatib, sotadigan joyga keldik. Bu tomondan kelish Lola Jahon bozoridan Dveres tomonga yurish, Sardobadan Dveresdan Lola Jahon bozor tomonga yurishda o'ng qo'ldagi mana magazin, market shuni tagida, podvalda chiroyli qilib mashinkalar tuzatishadi. Sizlarga mana shu nomerlari, hamma yo'g'i ma'lumotlar, hamma narsani yetkazaman. Xudo xolisa videoni boshida aytib o'tamiz, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shunaqa qo'ydi yungini olaman, mashinkasini deganlarga mashaydan hisob kitob qilib aytib beramiz. Mana obunachilar, sizlar so'ragan mashinkalarda ustaxonasiga yetib keldik. Mana mashinkalarda mana turidan bor. Videoni orqacha ko'rib turasizlar. Shularni chiroyli qilib o'zlari chiqqilari kelmadi. Men o'zim ma'lumotni yetkazib o'tib ketaman. Xudo xolisa mana sizlar so'ragan alyumin 200 lik obunachilar mana rossiyskiy MC200 degan alyumin korpuslik mashinkalar, mana blokdan hamma yo'g'i bor. Shu o'zimizni mashinkani ham xuddi shu yerdan olib ketilgan, mashinka xizmati hamma yo'g'i bor, tuzatib berish, hamma narsalarini qilib beradilar. O'sha blokdan bilan beriladi. 220 ni 36 volt qilib beradigan apparat mana shu blokdan. Ko'pchilik buni stabilizator deb adashtirib qo'yyapti. Hozir o'zimizni mashinkani ham olib keldik, shuni chiroyli qilib berishadi. Mana yangi qo'yga tushmagan, hali birorta qo'y kesmagani bor ekan, 2 million 300 mingga berar ekanlar. Bu tomoni robotchi ishlab chiqqan 1 million 500 ming. Shulardan chiroyli qilib ma'lumot qilib beraman. Hamma zapchastdan bor ekan, o'zlaringiz mashinkalaringizni olib kelib, tuzattirib, hamma yo'g'ini ko'rsatib, qilib beraver ekanlar mana. Zapchasti hamma yo'g'i bor. Mana shu ustaxona shay. Xudo xolisa o'zimizda mashinkani ham mana avvalini ko'rsatdik, ozgina sozlaydigan yerlarni sozlatdik. Mana menikini ham xudo xolisa yangi qilib oldim. 1 million 500 ming so'mga mana yangi apparat oldim. Blokdan eski o'zimniki. Eski blokdanlarning yangini qo'yib beradi. Hop, ekranga nomer qo'yamiz, bemalol telefon qilib, nima xizmat bo'lsa, mana shakllarimga telefon qilib chiqarasizlar. Sotuvda hammasidan bor ekan, Xitoy mashinka yo'q bu yerda. Faqat original, chista original. Vohaga hamma yoqqa sotilaveradi. Telefon qilib, kelib, ko'rib, tepasida hamma yo'g'ini ko'rib, ishlatib olaverasizlar. Kafolat berishadi 1 yilgacha.